Xohlagan bir surani o'qing, xohlagan surani. Men bilamanki, Qul huvallohu ahad, ya'ni Ixlos surasini bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Ixlos surasini har kun 10 marotaba o'qing. Alloh taolo sizga butun yaxshilik va fazilatlarni sizga taqdir qiladi. Otangiz vafot etgan, buvingiz vafot etgan, u kishining nomlaridan 10 marotaba Ixlos surasini o'qib bag'ishlang. Kimki qabristonga borib 10 marta Ixlos surasini o'qib bag'ishlasa, Alloh taolo butun qabristondagilarning gunohini avf qiladi inshaalloh. Mana bu Qur'on nima? Qur'on bizlarga va'z nasihat, Qur'on bizlarga shifo, Qur'on mu'minlarga hidoyat va rahmat, ulug' manfaat. Shuning uchun Qur'onda har bir narsada, har bir oyatga inson e'tibor bermoqligi.